Assalomu alaykum hammaga. Men Qiziltog'daman. Qiziltog' Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan. Uning Qiziltog' deb atalishi geografik va tabiiy xususiyatlariga bog'liq. Toshlarning qizg'ish qo'ng'ir va qizil rangda ekanligi shu etnografik jihatdan shu nomni berilishiga sabab bo'lgan ekan. Xo'p, bu tog' hech qanday radiatsiyaga aloqasi yo'q, radiatsiyalashmagan. Mana tabiiy toshlar. Temir moddasining ko'pligini hisobiga bu toshlar qizil rangga kirgan. Qadim Parkent ko'hna ohangaronim. Bag'ringda har millat do'st inoq dildosh. Sen taqdir siylagan himoyatmimsan. Sen borsan biz qodir